Assalomu alaykum hammaga. Bizda onlayn raskladni zarema, ya'ni men bormoqdaman. Albatta Telegram gruppalarimizda bor. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ya'ni kuchukcha folzarem deb yozsanglar chiqib keladi silkamizda, Telegram silkamizda. Demak, bizda ikkita variantdan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Sizga yoqqan variant emas, aynan ko'zingizga birinchi ko'ringan, ko'zingizga issiq ko'ringan variantni tanlasangiz, shunda to'g'ri javob eshitishingiz mumkin. Birinchi variantimizda mana bunaqa uzuv. Juda ham chiroyli uzuv, mana. Ikkinchimizda bunaqa serdechkali ko'k rangli uzuv. Tanlab olishingiz mumkin. Marhamat, qaysi biri ko'zingizga issiq yoki qaysi biri ko'zingizga birinchi ko'rinsa, o'sha sizning to'g'ri javobingiz bo'ladi. Diqqat bilan nazar soling. Istasangiz videoni pauzaga qo'yib, yaxshilab ko'rib, keyin tanlasangiz bo'ladi. Demak, biz birinchi variantni javoblarini taqdim etamiz. Xo'p, mavzu u meni sevadimi, taqdirim birmi, u men haqimda nima o'ylayapti? Demak, bizda birinchi variant javoblari. Hozir o'zining ishlari bilan to'g'ri muammolari nihoyatda ko'p. Juda ham muammolari ko'p hozir. Siz bilan yashash haqida o'ylagan, sizni sevgan, lekin sizdan sovigan. Pulli muammolar haqida o'ylaydi hozir. Faqat o'zi bilan o'zi ovora, o'rtalarida issiq sovuq bor. Taqdiringlarga keladigan bo'lsa, taqdiringlar bo'lish ehtimoli bor. Harakat qilsangiz erishasiz. Sizni hozir ham sevadi, ko'nglida borsiz. Hozir siz haqingizda o'ylamayapti, lekin uni qalbida, yuragida borsiz. Xo'p, endi demak, biz ikkinchi variant javoblarini taqdim etamiz. Ya'ni variant javoblarini qo'limdan negadir uchib ketdi. Xo'p, yuz qilishlar aynan sizga taalluqli. Sizni